Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Aida Taro. Shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozasizlar. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. O'rtoqlar, bugun kartamga savolim, partnyeri yo'q qizlarimiz, ayollarimizga ochilim bo'ladi. Aniq bir savol kartaga bermayman, chunki bu общий расклад, хорошо? Nima uchun shuni o'qib beraman. Kelishdingmi qizlar, ketdik. 4 tadan oldim. Hech nima aytishingiz shart emas. O'rtoqlar, tak, meni kim kuzatyapti bilmayman. O'zingizni shu yaqin oralarda hech kimgadir bir tozalatdingizmi? Ya'ni chiska shunga o'xshagan narsalar qilib. Agarda men tozalatgandim, baxt yo'limni ochishga yoki qandaydir yengil bo'lishga va hokazo degan qizlarimiz, ayollarimiz bo'lsa, yo'q, sizda bilasizmi? Chiska so'zini, ya'ni tozalanish so'zini T harfi ham yo'q. Bu yerda sizdan pul olgan va ishini puxta ravishda qilmagan va ishini oxirigacha bitkazmagan va sizga hech qanaqa bir ta'siri bo'lmagani chiqyapti. Birinchi bo'lib kartalaringizda shu narsa chiqdi. Ketdik, keyingisi. Tak, основной hozirda vaqtingizni, hayotingizni yarmini ishlash bilan, ish bilan o'tkazibsiz. Bu общий расклад bo'lgani uchun hozir men aniq bir gap aytmayman. Men variantli tashlayman, хорошо, o'rtoqlar. Ketdik. Turmushga chiqqanmisiz yoki turmushga chiqmaganmisiz? Ko'proq bu kartalardan qisqa qilib aytganda turmushga kechikayotgan qiz ko'proq aks ettirilyapti. Так, Верховный жрица, это уже понятно, так. Turmush kechikayotgani, hayotingizga yaxshi bir erkak kirmayotgani sababi bu yerda cho'tka va yasni o'qitiluv bo'lib turibdi. Paytida potahasi buzilgan yokida to'yi buzilgan yokida kelgan sovchi, ya'ni o'ziga yoqqan bir sovchi tomonidan atmay bo'lib ketilgan qizlarimiz, ayollarimiz bormi oramizda? Agar bo'lsa, buni sababi o'qitiluv chiqyapti. Paytida juda ham bir inson yaxshi ko'rgan chiqyapti. Uylangan bir erkak bilan suhbatingiz hozirda bo'lyaptimi? Uylangan erkak bilan suhbat qilyapsizlarmi qizlar? Oramizda bormi? Agar suhbat qilayotgan qizlarimiz, ayollarimiz bo'lsa, tak, 4 hafta yoki uzog'i 4 oyda 4 oy deylik, 4 oy ichida